Dali mahalla, illari. İkinci shior bor. İkinci shior bor. Uyatli xonadon. Bu men bekorga aytmayapman. Mana Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda Hokimbog' haqidagi videomiz 6-qismi. Bu videomiz bugun boshqacha bo'ladi. Chunki bir ikkita tepada o'tirganlar akalar aytishibdiki, mahallalarga, keyin uylarga tekshirishga borasizlar. Bunaqa plakat qo'yasizlar debdi. Qanaqa plakat o'zi ham? Plakatga yozilganki, Sharmandali mahalla, masalan, daraxt ekilmagan, uy ekilmagan bo'lsa, toza bo'lmasa Sharmandali mahalla deb ilib qo'yasizlar debdi, plakat deb, katta xalq ko'rsin deb. Ikkinchisi, Sharmandali xonadonmi, axloqsiz xonadonmi deb yozilgan. O'shanaqa qilib qo'yasizlar deb plakat chiqarishibdi. Biznikilar nima qilyapti bilmayman, lekin Yevropada hozir sun'iy intellekt ishlab chiqarishyapti, o'ylab topishyapti. Xitoyda, Amerikada mashina har xil turlarini ishlab chiqarishyapti. Bizlar faqat mahallaga kirib xalqni video o'chib qoldi, qilayotgan video o'chib qoldi. Telefon bo'lib qoldi menga. O'zini huquqini ko'plar bilmaydi-da, o'zini huquqini so'rab olish kerak-da bulardan. Huquqi bor, o'zini huquqi bor, huquqini himoya qila bilish kerak, o'zi odam zot o'zini o'zi. Hozir men sizlarga qo'yib beraman videoni. Yurist akamiz gapirgan gaplari ham bor, o'shani ham bir ko'ringlar. Yurist akamiz ham haqiqatni gapirgan. Konstitutsiya haqida har bironta hokimni yoki boshqa oddiy insonni ham sizni uyingizga kirish haqqi yo'q. Sizni o'zingiz shaxsiy mulkingizda bu narsa. Bir ko'ringlar, tashlab qo'yaman hozir YouTube'ga. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Ko'ryapsizlar, obuna bo'lmayapsizlar. Like'ni bosinglar, ayamay bosinglar. Komment olib beryapsiz, kommentda uddar bo'lyapti. Bosinglar gazini. Kimlar hokimni to'g'ri deb chiqyapti kommentlarga. Hokimni gapi to'g'ri bo'lishi mumkin. Toza uyga farishta bo'ladi. Lekin internetga chiqarib bunaqa sharmanda qilish noto'g'ri ishda. Hammaga sog' salomatlik. Fuqarolarning uyiga bostirib kirish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 142-moddasiga asosan fuqarolarning turar joy daxlsizligini buzish, bunda turar joyga unda yashovchilarning erkiga xilof ravishda zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda bostirib kirish yuqorida aytib o'tganimdek 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar fuqaroni uyiga u hokim yordamchisi, biror bir mansabdor, falonchi, vallomat yoki oddiy boshqa bir fuqaro bostirib kirishi ham mana shu modda doirasiga tushadi va 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. birlikka yig'ilishimiz asosiy sababi tayanch mahalla qilib birlik mahallasi olingan. Mana hozir viloyat hokimi o'zi gaplaridan xulosa qilgan bo'lsanglar, yo'l bo'yidan ko'z ko'rinadigan bitta mahallani tanlalaring deb men hokimlar gruppasiga ham topshiriq berdim deb aytdilar. Xuddi o'sha topshiriqqa asosan biz birlikni tanladik. Bu birlikka 7 yilga hali tushunib yetmayapti bu narsani. Mana hozir kirganingda birlikka bu 7 yilga baho, oldiga bitta rayhon ham ekmagan, bitta gul ham ekmagan, bitta ko'chat ham ekmagan. Mana kirib kelyapmiz, mana o'zingizlar hammanglar ko'zingizlar bilan ko'ryapsizlar. O'tlar bel barobar bo'lib ketgan. Urilmagan. Urilgan o'tlar ham hashiy bo'lib to'ppay bo'yapti, olib chiqib ketilmagan. Sharmandali mahalla deb aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shior bor Sharmandali mahalla, Dilmurod. Bugun kelasan qani? Menga ber. Hozir kelasan, bor chiq. Sharmandali mahalla qilib ko'rinadigan joyga, xalq ko'radigan joyga id. Sharmandali mahalla bu. Birlik mahallasi. Bu narsa syomkaga ham olaman bu narsa. Bundan boshlab birlik mahallasi Sharmandali mahalla, illari. Ikkinchi shior bor. Uyatli xonadon. Bu men bekorga aytmayapman. Mana biriktirilgan 40 ta vakil, korxona tashkilot rahbari bekorchilikdan bormayapsizlar o'tga. Yo o'ynagani bormayapsizlar. Viloyat hokimimiz to'g'ri aytdilar. Ertalab soat 6 da tursa bu bo'ldi, mahalla obod bo'lib qoladi yoki obod ko'cha bo'lib qoladi degan emas u. Kelishdingmi korxona tashkilot rahbarlari? Ha?
buni chiqazib berasan, birinchi bo'lib korxona tashkilotiga borasizlar, idorasiga borasizlar, atrofini ko'rasizlar. Hozirgi hurmatli rahbarimizni topshiriqlardan kelib chiqib topshiriq berasiz. Ikkinchi borasizlar xonadon mahalla raisining uyiga. Men so'rayman bir marta. Men so'rayman, Dilmurod. Hammasini yo'qlama qilasan. Uyiga borib tashiydi, menga papka qilib berasan. Mana 40 ta mahallaga yetasan, 40 ta menga biriktirilgan korxona raisi, men keldim, mana mahalla raisining uyi darvozasini tashiydi, darvozasi bo'yalgan, bo'yalmagan mahalla raisining o'zi. Oqlanganmi, oqlamaganmi deyorlar. O'zi ko'chasida gul bormi, yo'qmi uni? Gulmas rayhon. Atirgul bormi? Hovlisi tomorqasi qanaqa? Shu 4 ta narsani senga 4 ta rasm qilib tashlaydi hammasi. Mahalla raisining uyiga kirib. Tushundingmi? Bir kun muddat beramiz, yig'ib olasan, menga tashlaysan. Men ertalab gaplashaman. Ertaga kechgacha qilmasa, o'sha xonadon uyatli xonadon qilib, men o'zim na prinsip bor bostiraman. Yoki sharmandali xonadon. Sharmandali mahalla. Sharmandali mahallani ham boradi, mahallasini ko'radi, atrofini ko'radi. Mayli bir kun yoki yarim kun muddat. Bu muddatdan o'sha kerak emas. Sharmandali mahalla qilib olsa-da yonida rasmga tushib tashlaydi. Kelishdingmi korxona tashkiloti? O'ynagani bormayapsizlar. Ertalab mahalla 7 ga a'zolari vaqtli turadi. Shu soat 6 dan boshlab mahalla hududida o'zlariga biriktirilgan ko'chalarda xonadonboy ishlar tashkil qiladi. Mahalla 7lik. Mahallalarda hashar tashkil etib, ko'chalarni obodonlashtirish, devorlarni oqlash, daraxt va gul rayhonlar ektirish, shuningdek ko'p qavatli uylar atrofi, ko'chalar, ariqlar va xiyobonlarning chiqindilarini tozalatish choralari ko'riladi. 3-dan, tomorqaga to'liq yuqori daromadli takroriy ekinlarning ekilishini ta'minlaydi. Bunda mahalla raisi tomorqalar uchun qancha mevali ko'chat kerakligini hisob-kitob qilib, mahalla bankiriga taqdim etadi. Hokimlar tomonidan uylarni tekshirib, oshxonalar, xolodilniklar, changlar, boshqa narsalarni ko'rib, bu narsani demak videoga olganini ko'rdik. Qarang, ko'raylikchi, qonun bunga nima deydi? Birinchi navbatda qomusimizdan, konstitutsiyamizdan boshlaymiz. Demak, konstitutsiyaning 26-moddasi insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. 27-modda har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Shaxsiy daxlsizlik degani bir odamga gapirishdan oldin murojaat qilsam maylimi degan savolni berish kerak. Har bir insonni shaxsiy daxlsiz hisoblanadi. U to'g'ridan-to'g'ri gapira kerak emas. Undan ruxsat so'rash kerak. 31-modda har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega. Har kim uy-joy daxlsizlik huquqiga ega. Nima uchun uy daxlsizligi emas, uy joy daxlsizligi deyilgan. Nima uchun joy berilgan? Sababi eshikdan kirganda keling deb kutib oldi degani, u xohlagan xonangizga kirib ketishingiz, bir kuxnaga qarab yugurishingiz, bir boshqa joyga yurishingiz mumkin degani emas. Hech kim 31-moddan davomi. Hech kim uy-joyga, unda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi kirishi mumkin emas. Ya'ni joyga ham, faqat uyga emas, uyga kirdingiz degani qolgan joylarga ham kirib ketishingiz mumkin degani emas. 20-modda insonning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir hamda ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. 65-modda xususiy mulk daxlsizdir. Demak, ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeks biz hokimlarning harakatlarida huquqbuzarlik alomati, huquqbuzarlik bor demaymiz. Unga surishtiruv va tergov organlari prokuratura xulosasini bersin va sud nuqta qo'ysin. Lekin bunga huquqiy tarafdan qarab chiqinglar. Biz ba'zi moddalarni eslatib o'tamiz faqat. 45-modda fuqarolarning turar joy daxlsizligini buzish. Turar joyga unda istiqomat qiluvchilarning xohish irodasiga xilof ravishda noqonuniy tarzda kirish mansabdor bo'lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, ba'zi hisoblash miqdorining 3dan 1 qismidan 1 barobargacha miqdor jarima solishga sabab bo'ladi. 46.1 shaxsiy hayot daxlsizligini buzish. Shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayot to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatish. Kameraga olmagan ma'ni deb turibdi. Ayol olmagan ma'ni deb turibdi. Lekin afsuski shunaqa. 46.2-modda shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida qonunchilikni buzish, shaxsga doir ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda yig'ish. 46-modda fuqaroga ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor etish,
fuqaroga uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga ma'naviy yoxud moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlarni oshkor etish. Va nihoyat 41-modda haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish. U albatta haqorat qilish deganda so'kish nazarda tutilmaydi. Uni kamsitish ham haqorat deb hisoblanadi qonun bo'yicha. Endi haqorat yo kamsitish bormi yo'qmi? Boyaga aytganimizdek, bu vazifani ko'rib chiqishni surishtiruv va tergov organlariga, prokuratura organlariga qoldiramiz.